Onalar farzandga mehribon, juda ko'p mehr beradi deyishadi-ku. Lekin otalarim kam mehr bermaydi. Otalarim juda borini beradi. Qo'ldan kelgancha mehr beradi. Mana shu yerda shuni isboti bor. Aytib o'tgan hammasini. Hayotda shunaqa bo'ladi. Shunday bitta misol keltirgan bu yerda mana. Bir qush bo'lar ekan. Boshqa qushlar kabi qiynalib, olislardan bolalariga rizq olib kelar ekan. Qartayib, holsizlanganda bolasiga rizq topolmay iniga qaytib kelgan paytda o'zining etidan yulib bolalariga berib bola boqar ekan. Bolasi ulg'ayadi, lekin qush halok bo'ladi. Otalarga o'xshaydi. Aslida otalar ham shu, jonini berib farzand boqadi. Bolam, bolam, bolam deydi. Bu muhabbatga esa gohida javob bo'ladi, gohida yo'q.